G'alati bo'lyapmanmi men? Aka, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Hamshira, xonani tayyorlang. Mana bugun Xudo xohlasa 10 kunlik davolanish kursi yakunlandi. Natijalari yaxshimi? Xo'p, tahlil natijalarini bering hamshira. Ha, biror bir yaqiningiz kelganmi? Yo'q, yaqinlarim yo'q, faqat menga o'zimga ochiqini ayting. Natijalaringiz endi ochig'ini aytaman. Bu kunlaringizni o'z yaqinlaringiz bilan o'tkazing. Yaqinlaringizning holidan xabar oling. Ahvolim shu darajada og'irmi, doktor? Afsuski shunday. Tibbiyot mana shu joyga kelganda oqsoqlanadi. Nahotki bu rost bo'lsa, katta binolar peshtig'iga yozilgan ismim endi qabr toshlarga yoziladimi? Meni endi umrim tugadimi? Men o'z ishlarim bilan yurib, singlimdan xabar ola olmay qoldim. Ey Allohim, o'zing qilgan gunohlarimni kechirgin. Oy Nozima, kimdir bormi? Akajon, Yaxshimisan sen? assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshimisan? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Rahmat. Allohga shukr. Yuring, choy qo'yaman, yuring. Rahmat singlim. Bu xarajatlarni olgin. O'z ishlarim bilan bo'lib, seni ham xabar ola olmay qoldim. Mendan rozi bo'lgin singlim. Onam menga tashlab ketgan yolg'iz yodgorim singlim. Yaxshiyam bu Ya Alloh, akam umrini uzoq qilgin. sen bor singlim. Yaxshiyam bu tor dunyoda. Ko'rinchi, holatim ancha yengillaganga o'xshayapti. Xo'p, qani? O'zimni ancha yengil his qilyapman. Axir qanday qilib? Qanday qilib bo'lishi mumkin emas. Tibbiyot ham ojiz qolgan dardingizdan qanday forig' bo'ldingiz? Buning davosi nima ekan? Menimcha, singlimning qilgan duosi meni asrab qoldi, doktor. Alo. Alo? Assalomu alaykum akajon. Va alaykum assalom. Singlim yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Bugun jiyanlarimni olib kelgin, bir kabob qilib beray qo'l bola qilib sizlarga. Voy, xo'p bo'ladi, rahmat. Ketar